Va nihoyat Husanovga zakaz qilgan printlarimiz Xitoydan yetib keldi. Liga Chempionov shriftida birinchi formasiga, ikkinchi formasiga, uchinchi formasiga patchlari bilan komplekt printlarni qilamiz. Muxlislardan alohida like kutib qolamiz. Oxirgi jamko'rlik juda ham chiroyli chiqadi. Qani ketdik. Formalar ham tayyor bo'ldi. Zakaznoy raqam, barxitli patchli, luks futbolka. Kimga yoqmaydi shunaqa podarka qilsanglar. Kommentariyada ovozinglarni beringlar. Bunisi yoqqan bo'lsa 1 deb yozib qoldirasizlar. Qora yoqqan bo'lsa 2 deysizlar. Bunda o'zi bitta ovoz bor. Menga mashinasi yoqdi. Ukam nomerni yaqindan ko'rsat, yaltirashini qarang. Patchlar yashib turishini, formani o'zi chiroyli. Bundoq qilsanglar biladi, o'z kачествоsi. Mamnisi ham bor-ku, hech kimda yo'q-da. Fosfor bo'lib yonyapti. Qorong'ida fosfor bo'lar ekan. Oldini qaranglar. Bu ham o'zgacha. Bunga 3 deb yozib qoldirasizlar. Kimda City'ning formasi bo'lsa, orqasida yozig'i yo'q, olib kelsanglar shunaqa lyuks qilib beramiz. Mehnatimizga bitta akaymizlar. Hammaga rahmat.